Assalomu alaykum. Tolmachoy podkastini navbatdagi sonini ko'rib turgan hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Tolmachoyning ikkinchi soniga start beramiz va birinchi sonida Hazrat Alisher Navoiyni merosiga murojaat qilgandik. Bugungi podkastimizda esa bevosita o'zbek jamiyatida, jamoatida va tarixchilar, ziyolilar orasida haligacha bahsli bo'lib turgan, munozarali bo'lib turgan bir shaxs bor. Ulkan shaxs bu, bilasiz, bu Buxoro amiri, so'nggi amiri Amir Olimxon tarixi. Amir Olimxon tarixi haqida har xil fikrlar bor, har xil mushohadalar bor. Bugun biz bu podkastimizda mana shu shubhalarga, mana shu tuhmatlarga kerak bo'lsa agar Amir Olimxon buyuk bir ajdodimizni boshiga yopishtirgan saqchilardan, tuhmatlardan bugun o'ylaymanki ozod etamiz va u tuhmatlardan qutulamiz va bugun podkastimizda mehmon tariqasida aynan O'zbekiston tarixida Amir Olimxonning siyosiy faoliyati va uning muhojirlikdagi hayoti bo'yicha doktorlik ishini yo'qlashni o'ziga ep ko'rgan, o'ziga shu doktorlik ishi uchun shijoat topa olgan, matonat topa olgan va hayiqmagan, asosiysi qo'rqmagan yosh olimlarimizdan Navoiy davlat pedagogika universitetining doktoranti bugun bizning do'stimiz Hamroyev Mahmudjon taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Do'stim, xush kelibsiz. Rahmat. Xo'p. Mana siz haqingizda mana Amir Olimxon tarixi haqida men kuzatuvchilarga bevosita fikrlarimni aytdim. Gapni ochig'i, siz olimsiz va bugun biz Amir Olimxonni uni avlodi sifatida uni tuhmatlardan qutqarishimiz kerak. U haqiqatan machovoz bo'lganmi? U haqiqatan xotinboz bo'lganmi? U haqiqatan Buxoro amirligining 17 vagon tillasini bu olib chiqib ketgan Afg'onistonga nima? O'sha payt 17 vagon tillarni olib chiqib ketgan paytda ruslar og'iz ochib uxlab turganmi? Bu birga to'g'ri kelmaydigan jarayonlar. Keling shu bahs shundan boshlaylikda. Sizga bir shu quyidagicha savol. Amir Olimxon kim o'zi? Assalomu alaykum Jonibek aka. Ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Ko'p maqtovordingiz. O'zbekistonda birinchi ilmiy ish qilayotganmiz, lekin hali olimlikka da'vogar emasmiz. Biz talabamiz deb bilamiz o'zimizni doim. Amir Said Olimxon bizga tanish bo'lgan Buxoro amirligi tarkibidagi Karvana bekligida Olchin saroyida 1881-yil dunyoga keladi. Qisqacha tarixi Amir Said Olimxon shu davrgacha tadqiqotlarda oilada yagona farzand deb beriladi. Amir Said Olimxon oilada yagona farzand bo'lmagan. Amir Said Olimxonni 2 akasi va 1 ukasi bo'lgan. 4 o'g'il bo'lgan oilada taxt vorisi sifatida uning katta akasi tayinlangan va Peterburgga o'qishga yuborish arafasida bezgak kasaldan vafot etadi. Natijada hech kim kutmagan holatda Amir Said Olimxonga taxt sari yo'l ochiladi va o'sha davrda Rus hukumati, podshoh Rossiyasi Buxoro amirlarini qaram davlat sifatida tayinlardi. Norasmiy ravishda, ya'ni Buxorodan borib amir valiahdni olib borib turib bu tayinlatardi, tasdiqlatib kelardi norasmiy ravishda. Amir Said Olimxon 1893-yilda otasi Amir Abdullaxon bilan birga Sankt-Peterburgga boradi. Bu haqida Amir Abdullaxonning Peterburg safar kundaligi degan kitob bor. Bunda o'sha 1893-yilda Amir Abdullaxonning Peterburgga borishi, qaysi shaharlarda mehmon bo'lgani, kutib olinishi, qaysi teatrda spektakl ko'rganligi va Amir Olimxonni u hududga olib borib qo'yib, o'qish jarayonida polkovnik Beninni uyiga qo'yib kelganligi haqida ma'lumotlar bor bu kitobda. Va Amir Olimxon o'qish muddati 7 yil, 93-yil boshlangan o'qish 7 yildan so'ng tugashi kerak edi, lekin otasining sog'ligi yomonlashganligi tufayli ertaroq qaytishga to'g'ri keladi mamlakatga. Va bu 3 yil o'qish davomida Amir Said Olimxon Peterburgda harbiy ta'lim bilan baravar davlat boshqaruvi asoslarini ham o'z uchun o'rganadi. Va 1898-yil 93-yil o'qishga borgan bo'lsa, 96-yil qaytib kelib, 98-yilgacha Qarshi viloyatida hokimlik qiladi. Nega aynan Qarshi viloyati? Chunki biz bilamiz, Usmoniylar davlatida, masalan, taxt vorisini tarbiyalaydigan, uni taxt sari yo'lga chapishitadigan joy bor. Ya'ni bu Manisa degan saroy. Manisa degan saroy. Bizda Manisa degan hudud to'g'riroq, viloyat bo'lgan o'sha paytda. Bizda o'sha davrda strategik jihatdan muhim bo'lgan Qarshi bekligi bo'lgan. Ya'ni bundan oldingi davrda Amir Abdullaxon o'zi, undan oldin Muzaffar, undan oldin Nasrulloh, undan oldin Haydarlar mana shu hududda hokimiyatga kelguncha bo'lgan davrda hokimlik qiladi Qarshida.
Bu hududda qarshida hokimlik qilgan davr haqida Amir Said Olimxon o'zini Buxoro amirligi hasrat tarixi asarida aytib o'tadiki, aholi qiynalayotgan davrda daryo ustiga ko'prik qurdirdim. Biz buni yaqingacha Amir Temur tomonidan qurilgan ko'prik sifatida bilamiz. Qarshidagi mashhur ko'prik. Yo'q, u hozir bir qismi qolgan, adashmasam qarshidagi ko'prik Amir Said Olimxon tomonidan qurilgan ko'prik bo'ladi. Undan tashqari Buxoro amirligida birinchilardan bo'lib turib ayol qizlarni o'qitadigan madrasaga ham qarshida asos solgan. Amir Olimxon asos solgan bo'ladi. Mahalliy boylarda ko'magi asosida bu madrasa qurilgan, hozir ham mavjud. Hozir ham faoliyat yuritadi. Undan tashqari qarshidagi hokimlik davridan keyin otasining sog'ligi yomonlashganligi uchun Buxoro amirligida norasmiy ikkinchi poytaxt bor. Bu Karmana shahri, o'zimizning Karmana shahrimiz. Va mana bu hududga kelib turib, bu hududda faoliyatini davom ettiradi. Otasidan davlat boshqaruv asoslarini o'rganadi va shundan keyin bunga taxt sari yo'l oxirigacha davom etadi. Ya'ni 1920-yilgacha bo'lgan davrda 1910-yilda Buxoro amirligini boshqaradi. Yaxshi, demak, Amir Olimxon shaxsan qizlar uchun maktab qurdiradi. Ayollar uchun, xotin-qizlar uchun. Bilamiz, bizning tariximizda Amir Olimxon alohida bir qutb, jadidlar alohida bir qutb va Buxorodagi islom ulamolari alohida bir qadimchilar. Qadimchilar. Ya'ni uchalasi bir-biri bilan kelishmagan, uchalasining maqsadi alohida bo'lgan va ayniqsa Amir Olimxonga juda qarshilik ko'rsatgan, chunki Amir Olimxon o'zini monarxiya, o'zini taxtini qo'llab qolish uchun har qanday razillikdan voz kechmagan degan tushunchalar ham bor. Demak, bu yolg'on ekan. Chunki jadidlar ham qizlar maktabi o'qish uchun qizlarga oid maktablar qurgan, yangi jadid maktablarga asos solgan, bevosita demak Amir Olimxon ham qizlarga oid maktab qurgan. Bu faktda bormi? Qanaqadir bu faktda bor. Bu hozir madrasa hozir ham faoliyat yuritadi. Bu o'zini asarida ham eslab o'tiladi. Amir Olimxonni jadidchilikka qarshi bo'lgan degan fikr sal noto'g'ri. Amir Olimxon jadidchilikka emas, yosh buxoroliklar faoliyatiga qarshi bo'lgan. Bu jadidchilik harakat sifatida O'rta Osiyoda paydo bo'lgan bo'lsa, buni bir tarmog'i sifatida 1910-yilda yosh buxoroliklar harakati. Jadidchilik ma'naviy harakat, yosh buxoroliklar siyosiy harakat. Yosh buxoroliklarning asosiy maqsadi Buxoroni dunyoviy davlatga aylantirish bilan baravariga amir hokimiyatiga chek qo'yish yoki konstitutsiya monarxiyaga aylantirish. Shaxsan Amir Abdullaxatxon Amir Olimxon otasi chetga o'qitish bo'yicha Buxorodagi talabalarga o'sha chet elda o'qib kelishga katta mablag' ajratgan. Katta pul ajratgan. Bundan keyingi davrda ham Amir Olimxon hokimiyatga kelgan davrda dastlab jadidlarga munosabat ijobiy. Qachonki 1917-yilda islohotlar farmoni e'lon qilingan paytda Buxorodagi yosh buxoroliklar safi 2ga bo'lingan davrga qadar bularda munosabat yaxshi bo'ladi jadidlar bilan. Amir Olimxonning o'zi ham dunyoviy inson, Peterburgda o'qigan, Yevropa sivilizatsiyasi bilan tanishgan va bo'lishi mumkin emasdiki jadidlarga qarshi bo'lishi. Chunki dunyoviy jihatdan davlatni rivojlantirmasa qay oqibatga olib kelishini tushunardi. Amir Said Olimxonni bu fikrlar uyg'onishiga sabab 17-yildagi o'sha islohotlar loyihasi amalga oshmagandan keyin uning atrofini o'rab olgan qadimchilar harakat qilishiga yo'l qo'ymaydi. Amir uchun ham o'zini hokimiyatini cheklaydigan yosh buxoroliklardan ko'ra o'zini hokimiyatini mutlaqlashtiradigan qadimchilar bilan birga faoliyat yuritgani yaxshiroq tuyuladi shu davr uchun. Va demak, bir narsani yana bir oydinlik kiritishimiz kerak. Bevosita mana Buxoro xalqining hasrat tarixi kitobi, bu bevosita muxlislarga, kuzatuvchilarga bir ko'rinyapti. Buni bir aytishimiz kerak. Mana shu kitobni o'qiganimda, to'g'risi, men Amir Olimxonga nisbatan ba'zi tuhmatlar yolg'on ekan, tuhmatlar haqiqatda qilinganligini va bu yolg'on xabar ekanligi va o'sha paytdagi bu sovet hukumatini ataylab bizni buyuklarimizga, podsholarimizga qilingan haqorat ekanligini bilganda bo'lish. Misol uchun, e'tibor bersangiz aytyapsizki, Amir Olimxon Sankt-Peterburgda o'qigan 7 yillik tizim bo'yicha deyapsiz. Amir Olimxon adashmasam 13 yoshida Sankt-Peterburgga o'qishga ketgan. 13 yoshli bolakay. Va Amir Olimxon o'sha paytda demak u fransuz tilini bilgan, to'g'rimi? U nemis tilini bilgan va e'tibor bering, misol uchun O'zbekiston tarixida, xonlik tarixida nemis tilini bilgan, fransuz tilini bilgan. Endi o'z-o'zidan fors tili, tojik tili, o'zbek tili muammo emas. Kamida 5 tilni bilgan va inson va demak u dunyoqarashi kengligi, u o'sha yerdagi Sankt-Peterburgda o'qigandan keyin bevosita Yevropa, chunki Sankt-Peterburg bevosita baribir Yevropaning havosi o'sha paytda saroy tili, fransuz tili bo'lgan. Shunday. Demak u hattoki misol uchun men bir ma'lumot o'qigandim, shuni bir iltimos asoslab ketsangiz, Amir Olimxon xat yozgan deyishadi. Ya'ni Millatlar Ligasiga. Bu bo'yicha qanaqa? Siz aytgan kitobingiz Amir Said Olimxon Buxoro xalq hasrat tarixi. Bu o'zi esdaliklar.
Buxoroni hokimiyat tepasiga Amir Olimxonning kelishi, kelgandan keyingi Frunze bilan olib borilgan janglar, undan keyin sharqiy Buxoroga borish, undan so'ng Afg'onistonga o'tish haqida. Va bu arz sifatida Millatlar Ligasiga, ya'ni hozirgi Birlashgan Millatlar Tashkilotini qo'shtirnoqchidagi Bobokaloniga yuborilgan xat bo'ladi. Fransuz tilida 1929-yilda yuborildi Afg'onistondagi paytida. Ya'ni Sovet ittifoqi o'sha paytda Sovet Rossiyasi xalqaro huquq normalarini buzgan holatda suveren Buxoro davlatini mustaqilligini buzib bu hududda bosib olganligi haqida. Nega mustaqil Buxoro davlati deyapmiz? Chunki podshoh Rossiyasi 1917-yilda quladi. Moskvada, Petrogradda qulagandan so'ng bu hokimiyat va muvaqqat hokimiyat qo'liga o'tdi. Nimada Rossiyada hokimiyat va bu muvaqqat hokimiyat Amir Olimxonni va Buxoro amirligining mustaqilligini tan oldi. Ya'ni qisqa davr 2-3 yil davomida toki Sovetlar Buxoroni bosib olgunga qadar bo'lgan davrda bu mustaqil davlat. Va bu mustaqil davlat suveren huquqini buzib, Sovet Rossiyasi bosib olganligi haqidagi tushunchalari va o'zining fikrlarini yozib qoldirgan. Bu nimada? Asarda. Va bu asar o'z tomonidan yozilgan. Bizda Sovet davrida bu asar tarjima qilinmadi. Va 1991-yilda keyin o'zbek tiliga tarjima qilindi bu asar. Va bunda Amir Olimxonning o'sha esdaliklari, uni davlat boshqaruvi va undan keyingi jarayonlar haqida ham qisqacha ma'lumot olishimiz mumkin. Adashmasam, hozir Mahmudjon, siz men boya ta'rifda ehtimol oshirib yuborgandirman siz ta'riflashda. Lekin hozir Amir Olimxonning siyosiy faoliyati va muhojirlardagi hayoti bo'yicha yagona doktorlik ishi adashmasam sizda. O'zbekistonda qilinmagan, chunki mustaqillikdan keyingi davrlarda ham qanaqadir taqiq bor edi. Chunki bu mavzu berilgan taqdirda ham bu e'lon qilinmasdi mavzu. Ya'ni ilmiy mavzuni siz tanlab olgan taqdiringizda buni Oliy attestatsiya komissiyasi e'lon qiladi. Shu mavzuni mana shu doktorant mustaqil tadqiqotchi o'rganyapti degan. E'lon qilinmasdi. Demak, men bilishim bo'yicha, Millatlar Ligasiga arznoma yozgan. Bu ya'ni Sovet hukumati noqonuniy Buxoro Respublikasini egallab olishi bo'yicha va bu vaqtida tan olgan, 2 yil tan olib turgan, chunki o'zi kuchayib olishi uchun keyin tan olishni boshlamagan va demak bir tomondan fikr to'g'ri ekanda deb o'ylaysizda. Aytishadi-ku, xalq orasida gap bor. Agarda Buxoroning oltinlari Shveysariya banklarida yotibdi hozirgacha deyishadi va Amir Olimxon 17 vagon oltinni 1920-sentyabr oyida Frunze boshliq Buxoroga bosib kelib, Buxoroni bombardimon qilingandan keyin, boyagi Minora Kalonni aeroplandan urgandan keyin 17 vagon tillarni olib chiqib ketgan degan fikrlar bor-da. Men o'zim G'ijduvondanman, Buxoroning G'ijduvondanman va bizning G'ijduvonda oldinlari kasalxona bo'lardi, shifoxona bo'lardi. U shifoxona oldin Abdulla Boyvachchaning uyi bo'lgan va Amir Olimxon Buxorodan chiqishda bir kecha o'sha Abdulla Boyvachchaning uyida bir kecha tunagan. O'sha yerdan savol tug'iladi do'stim, bir aniqlik kiritaylik. Amir Olimxon haqiqatda 17 vagon tillarni olib qochib ketayotgan payti bu qulog'ini ushlab Sovet qo'shini qarab turganmi? Savolingiz juda o'rinli, chunki Amir Olimxon haqida gap ketganda uni Turkistonni yoki Buxoroning so'nggi hukmdori emas, balki oltinlar haqida ko'pchilik xalqimiz qiziqadi. Bu yerda bir kitobimiz bor, Buxoro amirligining oltin xazinasi degan Sotimjon Xolboyev tomonidan. Bemalol Sotimjon Xolboyev tomonidan yozib qoldirilgan, ya'ni arxiv ma'lumotlar asosida amirning oltinlari qayerga ketgan, qancha ketgan va qancha vagon qayerga olib ketilganligi haqidagi to'liq ma'lumotlar bor. Bu Sotimjon Xolboyev arxiv ma'lumotlari va undan tashqari o'sha davrdagi Milliy xavfsizlik xizmati arxiv ma'lumotlari asosida bu kitobni yozib qoldirgan. Ya'ni shu manba asosli manba va bundan tashqari amirda Turkiyadagi avlodlari bilan, o'g'illari, farzandlari bilan gaplashgan holatda ham, ya'ni uni hozir to'liq tushuncha beramiz. Amir oltin olib ketmaganligini, ularning hozirgi yashash sharoitlarini to'liq o'rganib, bu asar kitob yozilgan. Ilmiy asar bu, ya'ni badiiy asar emas. Amir Olimxon 1920-yilda Sovet qo'shinlari Buxoroga bosim uyushtirgan paytda 3 kun davomida shaharni mudofaa qiladi. 3 kun davomida mudofaa qiladi. O'z-o'zidan Buxoro amirligi qo'shinlari qurol-yarog' sifati past. Chunki chetdan yordam, bu undan oldinroq Amir Olimxon necha marta Britaniyaga, boshqa mamlakatlarga yordam so'ragan, yordam berilmagan. Tabiiy holatda o'zi mustamlakaga aylantirgan Rossiya imperiyasi hech qachon unga zamonaviy qurolni bermasdi. Ya'ni o'ziga qarshi isyon yoki erta bir kun mustaqillik harakat qilishi mumkin degan holatda va shuning natijasida yengiladi. 3 kun davomidagi janglarda yengiladi. Hattoki Buxorodagi o'sha davrdagi tarixiy asarlarda beriladiki, masalan, mana Tarix Nofiy foydali tarix asarida aytib o'tiladiki, Amir yengilganligini tan olib, sekin-sekin chekinayotgan holatda ham Sovet Rossiyasining shu 11 ta aeroplani Buxoroni bombardimon qilishdan to'xtamaydi. To'liqligicha. Ya'ni ularning maqsadi faqatgina Buxoroni qo'shtirnoqchidagi o'sha mehnatkashlarga yordam berib,
ularni amir zulmidan ozod qilish emas, balki asli niyat Buxoro oltinlari edi. O'sha davr ma'lumotlariga ko'ra Amir Olimxonning boyligi o'sha davrda tog' qadar kattalikda bo'ladi. Haqiqatan ham 17 vagonga sig'adigan undan ko'proq boyliklar bor. Shveysariya bankiga qo'yilgan boyliklar bu amirlikni tashqi savdosidagi u paytdagi, ya'ni amirning xazinasidan olib qo'yilgan boyliklar emas, tashqi savdoda qorako'l terisi, zargarlik buyumlari, hokazolardan tushgan daromadlar qo'yilgan. Boshqa mamlakatlarda ham hisob raqam bo'ladi hukumatniki. Xuddi shunday holatdagi hisob raqamlar u bizga aytiladigan ma'lumotlar. Va 3 kunlik janglardan yengilgandan keyin to'g'ri aytib o'tdingiz boya, u qochmaydi. Chekinish holatida jang qilib qo'shinning asosiy qismidan ayrildi. Avval Setoriy muhofazada, undan keyin o'sha G'ijduvondagi Abdulla Boyvachchaning uyida bir kecha qoladi. Endi savol tug'iladiki, katta miqdordagi oltin uchun kelgan Sovet Rossiyasi Buxoroni egalladi, amir yo'q. Qaradi, agar ular aytgandek to'g'ri bo'lsa, 17 vagon oltin yo'q, amir olib ketdi. Amirni qanday chiqarib olish mumkin bu hududdan? Birinchidan. Ikkinchidan, o'sha katta miqdordagi boylik bilan Buxorodan chiqib ketish ham havodan, ham yerdan bombardimon qilinyapti. 850 kilogrammgacha portlovchi bombalar Samarqand, Qarshi darvozalarini portlatganligi haqida ma'lumotlar bor. Ya'ni ichkariga bostirib kirish uchun. Va bu holatda nafaqat amir, balki oddiy inson yoki undan tushunchasi kengroq bo'lgan butun texnika yo'q Buxoroda. Texnikasi bor odam ham 17 vagon oltinni olib ketmaydi. Birinchidan, vagon va poyezd yo'l kogongacha kelgan. To'g'ri. Amir eski Buxoroda. Chunki 1868, undan keyin 73-yil, 86, 917-yillardagi siyosiy agentlar faoliyat kogondan turib amirni boshqarib turgan, ya'ni amirni hokimiyatini cheklab turgan. Va bu holatda Buxorodan bu oltinni olib chiqib ketish o'zi emas, olib chiqib ketib bo'lmas. Amir oltin olgan albatta. Ma'lum bir qism. Endi Buxoro bombardimon bo'lyapti, oila a'zolari bilan qochyapti. Bir inson qanchalik miqdorda olib keta olsa, shu miqdorda olib ketgan bo'lishi mumkin. 4-5 arava, 10 arava, 20 arava, lekin bu Moskvaga tashib ketilgan oltinni oldida juda kam miqdor. Va bu boylik bilan keyin Sovet Rossiyasi o'zini tiklab va bizni mustamlakaga 91-yilgacha aylantirishdi, ushlab turishdi, shundan foydalanadi. Afsuski mana shu tuhmatga ko'pchilik ba'zilar ishonishadi-da va haligacha Amir Olimxon bachavoz, haligacha Amir Olimxon xotinboz, haligacha Amir Olimxon qochoq, o'g'ri, vatan xoini masalasida. Lekin bir narsani shaxsan bilishni xohlardim. Amir Olimxon qamalda qoldi. Demak, Buxorodan G'ijduvonga o'tdi. Shungacha hech kim uni tutib bermadi, hech kim ushlab bermadi. Chunki uni xalq yaxshi ko'rardi. Shunday. Va Afg'onistonga o'tgan paytda, ya'ni qancha manbada Afg'onistonda o'zi bilan birga qancha inson qo'shilib o'tadi? 30 ming. 30 ming odam Amir Olimxonga ergashib o'tadi. Bu degani hozirgi kecha kunduzda agar bitta mahallada o'rtacha 1,5 ming aholi bo'lsa, shunda 15 ta mahallaning aholisi Amir Olimxonga qo'shilib, orqasidan ergashib Afg'onistonga o'tadi. Shunday. Ya'ni xalqni o'zi tutib bermagan. Mana Amir Olimxon bu yerda yotibdi, kelinglar demagan, chunki xalq uni yaxshi ko'rgan. Lekin mana shunday bir vaziyatda nima uchun men sizga buni aytmoqchimanki, faqat shuni tarix sifatida shuni asoslab bersangiz, Amir Olimxon Afg'onistonga o'tgandan keyin to 1944-yil vafot etguniga qadar o'zi bilan birga ergashib kelgan 30 ming mahalliy aholi farzandlari uchun alohida maktab ochib, u yerda ingliz tilidan darsligini joriy qilib, hattoki Hindistondan ingliz tili o'qituvchisini olib kelgan ekan. Shunday. Shu manbaga nima deysiz? Bu manba asosan Amir Said Olimxonning o'zini farzandi tomonidan, Said Mansur Olimiy tomonidan yozilgan Buxoro Turkiston beshigi degan asarda ham aytib o'tiladi. Amir Said Olimxonning esdaliklarida ma'lum bir qism beriladi. Ya'ni Buxoro egallangandan keyin Amir Olimxon to'g'ridan-to'g'ri Afg'oniston davlatiga o'tmagan avvalo. Bundan xabaringiz bor. Ya'ni 6,5 oy davomida Sharqiy Buxoro, Hisor hududlari, hozirgi Tojikiston, undan tashqari Qashqadaryo, Surxondaryoning sayroq hududlari jang olib boradi 6,5 oy davomida. Endi savol, masalan, Amir Olimxon nima bilan qo'shin ushlab turdi? U hududdan askar yig'di, hokazo holatlar bo'ldi. Bundan ma'lumki, ma'lum bir qism oltin bo'lgan, boylik bo'lgan. Shuni ham o'zini manfaatiga emas, balki 6,5 oy davomida shu hududda urushga, ya'ni Sovet Rossiyasini bu hududdan chiqarishga qarshi qaratilgan harakatga sarflagan. Nega aynan Sharqiy Buxoro tanlandi? Dastlabki chekinish hududi sifatida. Nega qolgan hududlar emas? Chunki bu hududlarga sovetlar propagandasi, jadidlarning ta'siri yetib bormagandi hali. Va u hududlar amirda hali ham o'sha amir sifatida bilardi va amirga to'liq ishonardi. Sovetlar aytganchalik amirda shaxsiyatini qoralaydigan va Moskva buyurtmasiga ko'ra amirni yomonlaydigan ma'lumotlar yetib bormagan. Mafkurasidan zaharlangan emasdi.
Sharqiy Buxoro hududlari. 6,5 oy davomidagi janglardan keyin 1921-yilda Afg'oniston hududiga o'tadi. Amudaryoning Chubuq kechuvidan. Amir Olimxon 3-martda Afg'onistonga o'tgan bo'lsa, Afg'onistonda amiri undan salkam bir oy oldinlar Amir Said Olimxon yuborgan hay'at, jamoa, ya'ni qurol yarog' olish maqsadida yuborgan jamoasiga amirni o'zi kelsa qurol yarog' beramiz, o'zi bilan shartnoma imzolaymiz degan javobda aytgan bo'ladi. Va Amir Said Olimxon xalqaro doiradagi ingliz-afg'on bitimidan xabardor emasdi. Chunki o'z-o'zidan markazdan uzilgan, sportchilik harakatiga bosh bo'lib turib bu hududda olib boryapti. 1921-yilning 28-fevralida ingliz-afg'on shartnomasi, rus-afg'on shartnomasi imzolanadi. Chunki bilamiz, Afg'oniston doimiy ravishda neytral hudud qilamiz dedi ingliz va ruslar, bo'lmadi. Bir inglizlar, bir ruslar bosqinlarga uchrab turdi va bu davrda inglizlardan mustaqil bo'lish uchun, mustaqillikni saqlash maqsadida ruslar bilan kelishadi. Ya'ni o'sha paytdagi Afg'oniston amiri Omonulloh xon. Va bundan bexabar bo'lgan amir, ularning kelishgani bexabar, qurol yarog' olish maqsadida boradi va o'sha o'zini kitobida ham, asarida ham aytib o'tadiki, Ibrohimbek va Davlatmatbekka aytadiki, qo'shinni tarqatib yubormanglar, aholini sarosimaga solmanglar, jangni davom ettirib turinglar, men boraman, bir oy davomida qurol yarog' olib kelib qaytaman. Ya'ni Sharqiy Buxoro hududiga deydi. Va bu hududga o'tgandan keyin uning yashash joylari bir necha bor o'zgartirildi. Ya'ni borgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri Omonulloh xon bilan uchrasha olmadi. Amir o'ylagan natijaga erisha olmadi. Chegaradan o'tgandan keyin. Hoshimxon bog'i, Hashmat qal'asi va oxirgi amirning qarorgohi Kobuldan 12 kilometr uzoqlikdagi Qal'ai Fotuv. Va bu hududda amirga ma'lum bir payt yashab turish uchun, ya'ni Omonulloh xonning tashqi masalalar bo'yicha ishlari bor, hozir ko'risha olmaydi. Keyinroq surilib bo'lgan holatda amir o'sha hududda keyin ma'lum bir qismda qoldi va amir bilan o'tgan aholining ma'lum bir qismi qaytarib yuborildi orqaga. Qolgan aholi shu atrofga joylashtirildi. Amirda mustaqil amir bilan qolishni xohlashdi. O'zlari xohladi. 30 ming aholi o'tishi ham katta narsadan dalolat beradi, chunki bir shaxsga, bir davlatning aholisi ishonmasa, orqangizdan hozir ikkita odamni olib yurish ham o'zi katta muammo. Endi 30 ming odamni o'tganligi-ki, o'sha davrda bizga yozib qoldirilgani singari amirlik davrida Buxoro aholisi juda yomon yashamagan. Ocharchilik bo'lmagan yoki amirda norozi bo'lgan aholi uni hatto kuzatmasdi yoki o'zlari ustiga tutib berardi. Va bu propaganda shundan iborat bo'ldiki, amir shaxsini obro'sizlantirish va qachondir mabodo hokimiyatga kelmoqchi bo'lgan taqdirda ham kelajak avlodni yoki o'sha davrdagi yoshlarning miyasini amirga nisbatan zaharlash va to'sib qo'yish. Va shu yerda bir narsa keladida, Mahmudjon. Bevosita Amir Olimxon, ya'ni Ko'lob orqali Tojikistonda bir nafas o'sha qo'lim topganda, hattoki Tojikistonda qurol yarog' zavodini ham ochgan ekan. Ya'ni o'sha qarshi jang islochilik harakati uchun va boshqa harakat uchun. Va shu yerda Amir Olimxon davrida shunaqaki 30 ming odam ergashib kelgan bo'lsa, bu yerda bevosita uni o'g'li hozir Turkiyada yashayotgan Abdulkabir Azimiy shunaqa bir manba yozib qoldirgan ekanda. Bu yerda shunday jumla keladi. U aytib beryapti-da. Otam o'limini sizga so'zlab beray. Qiblagohim 1944-yilda Kobulda olamdan o'tdilar. O'shanda men 13-14 yoshda edim. Menga bolalarga qara, janoza paytida tashqariga chiqib baqir-chaqir qilishmasin deb topshiriq berdilar. Ya'ni janozada o'sha irim-sirimlar, baqirmaslik, hattoki bilasiz, Amir Olimxonning to'y hashamlarini ixcham o'tkazish bo'yicha farmoni ham bo'lgan edi. O'sha farmonga amal qilinmagan, ya'ni ortiqcha isrofgarchilik yo'l qo'ygan to'y egalari darrab bilan urilgan ekan. Bugungi zamon uchun, misol uchun bu narsa muhim. Va bu yerda aytilyaptiki, haramdan tashqarida katta hovli bo'lardi, o'sha yerda qorlar yig'ilib Qur'on tilovat qilishardi. Otamni bir xonaga yuvib, o'rab, yotqizib qo'yishgandi. Otamni farzandlari saf tortib bir-bir kirib, otamning qo'llari va oyoqlarini o'pib chiqdik. Otamning bosh vaziri Hoshimxon va bir qancha amaldorlar u yerda saf tortib turishardi. Endi e'tibor bering. Padarimizni olib chiqishayotganda meni bir narsa hayratga soldi. Yig'lamagan odamning o'zi qolmadi. Hattoki janozaga Buxoro yahudiylar ham kelishgandi. Ular shunchalik ko'z yosh to'kdilarki, buni tasavvur qilish qiyin. Odamlardan biri ulardan so'radi, "Sizlar nega yig'layapsiz?" dedi. Ular javob berishdi, "Axir u bizning podshohimiz edi" deydi. Ya'ni Buxoro amirligida turli millatga mansub, turli din, turli millat vakillari inoqlikda, ahillikda yashashganligi va o'zingizdan bu bevosita Buxoroda ijtimoiy muhitning sog'lom bo'lganligi har qanday tuhmatdan Amir Olimxonni asrab qolishimizga menimcha asos bo'la oladi. Albatta. Shu yerda Mahmudjon bitta narsa, biz Amir Olimxonni tuhmatlardan xalos qilish uchun, o'zimizni vijdonimiz oldida Amir Olimxonga nisbatan ishonchimiz paydo bo'lish uchun yoningizda adashmasam ko'p kitoblar turibdi va bizga iloji bo'lsa qisqa bu kitoblar mazmunni, mohiyat haqida bir
tomoshabinlarga ham, kutuvchilarga ham qiziqarli aytib bersangiz. Boshdan boshlasak, Shahram uchun darsdan olib qolamiz. Qisqacha ma'lumot berib ketay. Amir Olimxon o'sha Sharqiy Buxoro hududlariga borganda, boya gapimiz salchalab qoldi. Tojikiston degan davlat yo'q edi u paytda asosan. Ya'ni Sharqiy Buxoro. Bu Tojikiston 1924-yil O'zbekiston tarkibida paydo bo'ldi. Va bu hududlarda zavodlar avvaldan zavod demaylik, kichikroq qo'rxonalar bor. Qurol ishlab chiqaradigan joylar. Mamlakatda asosiy qism chegara hududlarda Amir Olimxon tomonidan o'sha undan oldingi amirlar tomonidan joriy qilingan qo'rxona, qurol aslaha saqlaydigan yoki ma'lum bir qism to'p qo'yadigan shunga o'xshash joylar bordi. Va hozir o'qib berganingiz Abdulkabir Azmiy Amir Olimxonni o'g'li azimiy taxallusi she'rlar yozgan va bu jumla BBC muxbiri Gulsevar Zamonga bergan intervyusidan parcha olingan. Va Amir Olimxonning shaxsiyatini ochib berishda muhim manba hisoblanadi bu. Chunki ko'zi bilan ko'rgan narsalarni bayon qilib bergan. Oldimdagi kitoblarga keladigan bo'lsak, bu boya aytganimiz Peterburg safar kundaligi Amir Abdullahatxon tomonidan yozilgan va bu keyinchalik o'zbekchaga tarjima qilindi. Adashmasam 1 yil bo'ldi tarjima bo'lganiga. Amir Abdullahatxon kundaligi 1892-93-yillardagi Peterburgga borgan. Bunda kimlar bilan borgan, qayerlarda bo'lgan, hammasi to'liq ma'lumotlar asosida berib o'tilgan. Yaxshi tomoni oddiy kitobxonga, ya'ni o'sha arab alifbosini bilmaydigan kitobxonga tushunarli bo'lgan tilda tarjimadan chiqdi va buni o'qib chiqilsa foydadan xoli bo'lmaydi, chunki nafaqat Amir Olimxon, balki uning otasini portretini yaratishda ham katta ahamiyat kasb etadi bu asar. Ya'ni nima ishlar qilganligi haqida. Bu boya aytgan kitobimiz Buxoro oltin xazinasi Sotimjon Xolboyev tomonidan. Bunda Amirning oltinlari qayerga ketdi, nimaga foydalandi? Hattoki shunday jumla bor. Amir Olimxonning xazinasida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning soch tolalari bo'lgan. Ya'ni biz bilamizki, u kishining sochlari, mo'ylari avloddan avlodga o'tib kelavergan. Muqaddas hisoblangan. Toshkentdagi Mo'y Muborak nomi bekorga Mo'y Muborak emas. Va buni ham Amir Olimxon o'zi bilan Afg'oniston hududiga olib ketgan, mo'yda va sotishga majbur bo'lganki, qora bozorda sotib tushgan pulga e'tibor qiling. Ibrohimbek boshliq Buxoro istiqbolchilariga yuboradi. Shaxsiy manfaatga emas. Demak, auksionda sotilib, puli tushgan mablag' Buxoroning ozodligi uchun kurashayotgan Ibrohimbekka qo'rboshiga yuboriladi bu pullar. Bu manba kitob. Bu manba mana shunda berilgan. Lekin biz bilmaymiz. Chunki bu asar o'zi mustaqillikdan keyin chiqdi. Mustaqillikdan keyin chiqqan davrda bir chiqqan holatida kam nusxada chiqdi 2008-yil va endi men u davrlarda maktabda o'qiganman, qaytib yig'ib olib qo'yilgan. Chunki xavfsizlik xizmatini e'lon qilinishi mumkin bo'lmagan ko'p ma'lumotlar ketgan. Buni o'qiganingizda ham Sotimjon Xolboyev so'z boshida yozganki, o'sha davrdagi xavfsizlik xizmatining rahbarining ruxsati bilan xavfsizlik xizmatining ma'lumotlari asosida keltirib o'tgan. Ya'ni shunchaki og'zaki tarix emas, balki qayerga qancha miqdorda ketganligi aniq ravishda yozilgan. Shuni agar mana bu oltin haqida savol beradigan yoki Amir oltinni olib ketdi deydigan odam bir marta o'qib chiqsa, menimcha yetadiki tushunib yetishiga. Demak, savolga javob topadi. Xuddi shunday. To'liqligicha savolga javob topish mumkin. Bu buxorolik tarixchi Oybek Klichev tomonidan chiqqan Amir Olimxonning Peterburgdagi faoliyati. Masalan, borganda kimlar qabul qildi uni o'sha 93-yilda, polkovnik Deminda uyida yashaganligi va nima o'yin o'ynaganligi shaxmat, hattoki ovqat ratsionlarigacha yozilgan. Ertalab, tushlikda qaysi fanlar o'qitilgan, hammasi mana shu kitobda to'liq ma'lumotlar. Adashmasam, Amir Olimxon Peterburgda pianino chalishni ham bilgan. Xuddi shunday. Buni isbot sifatida o'sha Afg'onistonda amiri bir yig'inga taklif qilgan paytda Amir Olimxon pianino chalib bergan paytda hayron qoladi. Chet el elchilaridan biri so'raganda, bu kim deganda, bu kishi Buxoroning sobiq amiri Olimxon deydi va Peterburgda buni pianino chalishni o'rganganligini aytadi. O'zi Sharq mamlakatlarida asosan hukmdorlar farzandlariga nafaqat chet tillarni, harbiy san'atni, balki o'sha madaniyatni o'rgatishga ham katta e'tibor qaratgan. Qo'shiqchilik, qanaqadir soz chalish yoki shoirlik, masalan, Amir Olimxonning otasi Amir Abdullahatxon o'zi ham ojiz taxallusi she'rlar yozgan. Nega ojiz taxallusi? Chunki Buxoroda uzoq muddat tura olmadi. Asosiy sabab u hududni boshqaruvi. Abdullahatxon davrida hali mustaqil emas, yarim mustaqil Rossiyaning qo'lida bo'lganligi uchun xalqda oldi o'zini ojiz qilib, Karmandan turib boshqaradi. Ya'ni Amir Abdullahatxonning asosiy umri, Amir Olimxonning otasining umri Karmanda o'tadi va Olimxon xuddi shu yerda tug'ilgan. Bu asarimiz Buxoro xalq hasrat tarixi bo'y aytganimiz Amir Olimxonning o'zini esdaliklari, buni tojikchasi ham bor. Mana Tojikistonda nashr qilingan nusxasi ham bor Amir Olimxonning o'sha xotiralari haqida. Eng qiziq fakt bor Jonibek aka bu yerda. Masalan, mana shu asar 1991-yilda chop qilingan bo'lsa, hozir men sizga buni necha nusxani aytaman. 100 ming nusxada chop qilingan. 100 ming nusxa. 100 ming nusxada chop qilingan. Qaysi nashr? Nashrov Toshkent.
Aha. O'z fan nashriyotida nima qilingan, chop qilingan. Endi hozirgi paytda bizda ko'p asarlar 3000 5000 nusxadan oshmagan. 100 ming nusxa borzu. 100 ming nusxa, men ham buni kopiyasi bor edimanda, nusxasi bor edi. Men buni ilmiy rahbarimda borib, ilmiy rahbarimni olganman. Ya'ni xalq orasida hattoki shu ham qolmay ketgan. 100 ming nusxa kitob ham qolmay ketgan. Ya'ni talab katta bo'lgan o'qishga va ayniqsa bu asarga, chunki Olimxonning esdaliklari. Bu Tarix Noviy asari Baljoniy tomonidan yozilgan, Amirlikda kutubxonasida tarixchi bo'lib ishlagan odam tomonidan va bunda Buxoroning bosib olinishi, o'sha 10 ta aeroplan tomonidan Buxoroni bombardimon qilinishi, Qarshi darvozalarini portlatilishi haqidagi ma'lumotlar, Buxoro bundan oldin bunaqa qiyomatni ko'rmaganligi, Buxoro aholisi Rossiya imperiyasini o'sha podshoh Rossiyasidan keyingi Sovet Rossiyasini bosqinini kichik qiyomat deb ataganligi, Buxoro 3 kun davomida yonib turganligi haqidagi ma'lumotlar mana shu asarda berib o'tiladi. Bu men ko'rsatayotgan bu asarlar, olib kelgan asarlarimiz hammasi ilmiy asar. Ya'ni qanaqadir taxminlarga yoki badiiylashtirilgan asar emas. Amir Said Olimxonning o'g'li Said Mansur Olimiy bu Afg'onistonda tug'ilgan, Turkiyada yashagan, o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullangan va otasi haqida Buxoro Turkiston beshigi, ya'ni Amir Olimxon tug'ilishi, undan oldingi amirlar qisqacha tarixi va taxtdan ag'darib Afg'onistondagi faoliyati haqida ma'lumot beradi. Mana shu asarda Omonullaxon tomonidan Amir Olimxonni Afg'onistonga taklif qilinganligi haqida ma'lumotlar bor. Buni ham kuzatuvchilar o'qib chiqadigan bo'lsa, o'z uchun ko'p, qiziquvchilar uchun ko'p ma'lumotlar bor, ya'ni Amir Olimxonning hayoti haqida. Fitrat jadidchilik asoschilaridan biri Buxoroda. Amir Olimxon hokimiyatga kelgan paytlarda dastlab ijobiy fikr bildirgan Fitrat, keyin fikrlar bo'lmish natijasida yosh buxoroliklar ikkiga bo'linib sulh qismi amirga qarshi bo'lish natijasida Leninobod, hozirgi Tojikistonning poytaxti Dushanbening qadimgi nomi, eski nomi, ya'ni Sovet Rossiyasi davridagi nomi. Shunda buyurtmaga ko'ra yozgan kitob. Buni o'qisangiz, Fitratga nisbatan ozroq fikringiz o'zgaradi, sababi Buxoroni shu davrgacha o'tgan toki Muhammad Rahimdan Olimxongacha bo'lgan birorta amir haqida ijobiy ma'lumot topmaysiz. Bosardi. Ya'ni buyurtmaga yozilgan. Biz bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Tarixiy voqeaga baho berayotganda o'sha davr voqeligi bilan qarash kerak. Ya'ni Amir Olimxonni maqtab, kamchiliksiz inson bo'lgan desak, jadidlarga nisbatan nohaqlik bo'ladi. Chunki jadidlarning maqsadi ham Buxoroni bombardimon qildirish, amirni quvib chiqarish va aholini bunaqa holatga olib kelish bo'lmagan. Har biri o'zi uchun o'z davrida to'g'ri faoliyat yuritgan deb o'ylayman. Va bu asar ham o'z davri uchun o'sha Fitrat tomonidan yozilgan. Endi qarama-qarshi tomonda bo'lgandan keyin to'g'ri qabul qilish kerak. Va bunda ham ko'p ma'lumotlar oshkor bo'ladiki, ya'ni Amir Olimxonni mana shu asarlardan bizga yetib kelgan. Ya'ni xotinboz, boya aytganimiz bachchavoz bo'lganligi haqidagi ma'lumotlar shu asardan yetib kelgan. Bular buyurtma asosida. Hattoki Buxoro amirlari orasida ilm fanga e'tibor qaratgan juda katta, o'zi Qur'oni Karimni yod bilgan, hattoki amirlik ishlaridan ortib madrasaga borib talabalarga dars bergan Amir Haydar shaxsiyatiga ham to'g'ri gap yozilmagan. Buxoro amirligi aholisi orasida amiri Ma'sum nomini olgan Amir Shohmurodga, begunoh amir nomini olgan, unga nisbatan ham yozilmagan. Shundan ma'lum bo'ladiki, ya'ni Amir Olimxonga nisbatan yozilgan uydirmalar ham demak rost emas. Va bu haqida arxiv ma'lumotlarda ham va bu boyagi narsani aytmoqchi edim shu o'rinda. Ya'ni kerak bo'lsa Amir Olimxon ham aldandi. Shunday. Jadidlar ham aldandi. Shunday. Ular aldandi va Xabarovskda 1920-yil voqeasi sodir bo'ldi. Oxir-oxirida tan olishdi. Lekin bitta narsa shu yerda Amir Olimxon va jadidlar masalasida men bir fakt sizni oydinlashtira olishim kerak. Siz mutaxassis tarixchisiz. Amir Olimxon Buxoro, Xorazm, Afg'onistonga ketishga majbur bo'lgan paytda birinchisi bu demak u qopqonga ilinib qoldi. Ya'ni olib kelish maqsadi. Aybdor bo'lib qoldi, to'g'rimi? Bexabarligi, uni qurbon bo'lganligi. Ikkinchisi, manbada keladiki, o'qiganimda Amir Olimxon hatto 17 vagon tilla tugul oilasini ham olib o'ta olmaydi. Shunday. Va 3 yildan keyin Fayzullo Xo'jayev uni oilasini Afg'onistonga sog' omon yetkazgan ekan. Shu manba to'g'rimi? Manba to'g'ri. Bu manba Amir Olimxonni boya aytganimiz, siz savol berganingiz o'g'li Abdulkabir Azmiyni, ya'ni o'zi ko'rgan voqealar bo'yicha o'g'li aytib beryapti. Ha, Abdulkabir Azmiyni kuyovi bor, Nurdun Xatono'g'li degan. Turkistonda Sun Turk davlati Buxoro amirli Alimxon degan asari bor. Mana bu yoqda turibdi. U adashmasam siz Fikrat ko'rsatuvda. Ha, Fikrat ko'rsatgan. O'sha kishi bilan ko'rsatib o'tgandik. Mana shu asarda ham beriladi. Bundan tashqari mana Najingin kitobida ham berib o'tiladi. Ya'niki Buxoro egallangan paytda Amir Olimxon Buxorodan chiqib ketish jarayoni to'liq tashlab emas, balki Buxoroni o'sha qaysidir ma'noda ozod qilish uchun sharqiy hududlarga chekinadi. Va natija nimadan iborat bo'ladiki, Buxoroda 3 ta farzandi qolib ketadi Amir Olimxondan. Siz bilan biz biladigan mahallada Dudu gap degan kino bor.
Unda o'sha ishtirok etgan Maryam Yoqubova degan aktrisa bor. U o'zining esdaliklarida keyinchalik yozadiki, Amirni saroyida men raqqosalik qilardi, xolam oldiga borardim va ko'proq yana o'xshamagan gaplarni, shaxsiyatini salgina mashhur qilish uchun ko'p gaplarni yozib qoldirgan. Unda bitta haqiqat ma'lum bo'ladiki, ya'ni Amirning 3 farzandi Muhammad Rahim, Sultonmurod, Shohmurod degan farzandlari bo'ladi Buxoroda va bularni olib chiqib ketishga ulgurmaydi. Bularni sovetlar asir olib, Buxoroni kiyimlariga oq kiyim kiydirib yozib, Amir jallod edi, Amirdan ozod bo'lganligiga shukr qilinglar deb Buxoroni aylantiradi. Ya'ni o'sha aytganda sazoy qiladi. Kichkina bolalar, 15, 14, 10 yoshli bolalar tushunasiz. Shohmurod sog'lom. Muhammad Rahim Amirning katta o'g'li sal oyog'i nogironroq, Sultonmurod ham nogironroq, bo'yni qiyshiqroq tug'ilgan bo'ladi. Va bular keyinchalik Xurjun madrasasi saqlanadi Buxoroda asirlikda. Aytganingizdek, Fayzulla Xo'jayev tomonidan keyin bular nafaqat 3 farzandi, balki Amirga yordam bo'lish uchun bu hududda qolgan toji Amirda, ya'ni o'sha Rossiya olib ketishga ulgurmagan kamari va brilliant ko'zli uzuklari ham qo'shib yuboriladi, ma'lum bir qism Amirga. Amir Olimxon o'sha Buxoro amirligi hasrat tarixi asarida 2 yoki 3 joyda Fayzulla Xo'jayev ismini tilga oladi, lekin birortasida uni sha'niga haqorat yoki yomon gapni aytmagan. Bu aytganimizdek, voqelik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, ikkalasi ham o'zi uchun to'g'ri. Jadidlar Buxoroni amirda cheklangan monarxiyaga aylantirib, aholini dunyoviy fanlar bilan, Yevropa sivilizatsiyasi bilan tanishtirmoqchi edi. Amir uchun o'zini hokimiyati cheklanadigan tuzum kerak emasdi. Chunki Amir oilasida tarbiyalangan, u Amir nigohi bilan qarab har qanday vaziyatga, voqeaga. Fayzulla Xo'jayev jadidlar nigohi bilan qaradi. Ya'ni uning xayolida odam insoniyat shundaydi, masalan, nimadir bo'lsa siz o'zingizdan yuqoridagidan ko'rasiz. Balki undan ham yuqorida kimdir bordir, undan ham yuqorida kimdir bordir degan fikr kelmaydi. Ya'ni Buxoro aholisi va jadidlar Buxoroni hamma o'sha tushkunlik davriga, qaramlik davriga Amir Olimxonda aybdor qilib ko'rdi. Lekin aslida 1868-shartnomada xabaringiz bor. Ya'ni bu Amir Olimxon bobosi davrida Buxoro boy berilgan. 73-yilda Buxoroga siyosiy agent tayinlandi Amirni xatti-harakat nazorat qilish uchun. 85-yil elchixona ochildi Buxoroda, ya'ni siyosiy agentlik ochildi va ular Buxoroni nazorat qildi. Amirga qo'shtirnoqchilar aytganda harbiy jihatdan chirigan Buxoro meros qo'ygan. Hattoki qo'shinni sonini kamaytirish bo'yicha boya shart. Albatta, 68-yilgi shartnomada qo'shin sonini chegaralab qo'ygan. Undan ziyod qo'shin saqlay olmasdi. Amir Olimxon nega Afg'onistondan so'radi qo'shinni yoki yordamni qolgan davlatda? Amir Olimxon Afg'onistondan oldin Sharqiy Buxoroda paytida ingliz qiroliga Georg Beshga maktub yo'llaydi. Bundan bir 6-7 oy oldin bir katta jurnalistimiz qo'lni tushirib boshqacha maqola chiqardi. Ingliz qirolichasi deb yozib ketgan va boshqa, ya'ni bir-biriga davr to'g'ri kelmaydigan, tarixni bilmaydigan odam tarixda maqola yozib chiqargan Amir Olimxon haqida. Qoralash kompaniyasi ya'ni. Vaholanki Georg Besh davriga to'g'ri kelardi va bu Ahad Andijon, hozir Turkiyada yashaydigan tarixchi bor, mana Turkiston shuhrash asaridan beri o'tiladi. Ana shunda aytadiki, siz ruslar bilan urushish taktikasiga egasiz, ingliz qiroliga yozyapti va bizga qo'shin, aeroplan va mablag' yordamidan yordam bersiz. Endi shu narsa ochiqlanadi bu xatida Amir Olimxon boylik olib ketsa o'zi bilan Sharqiy Buxoro katta miqdorda inglizlardan nega pul so'raydi? Shundan ma'lumki Amir hattoki oilasini olib chiqib ketishga ulgurmagan Amir oltin olib chiqib keta olgani yo'q. Ya'ni Sharqiy Buxoroga. Va bu maktubga inglizlar javob qaytarmaydi, sababiki inglizlar aytadiki, podshoh Rossiyasiga qaramadi Buxoro. Biz xalqaro doirada qanaqadir Buxoro amirining tarafini olamiz deb turib rivojlanib kelayotgan va biz aloqa o'rnatishimiz kerak bo'lgan sovetlar bilan aloqani yomon bo'lishni xohlamaymiz. Chunki gegemon davlat bilan yaqinlashadi. Katta o'yin degan siyosat bor, xabaringiz bor. Ya'ni bu Markaziy Osiyo, Hindiston, Afg'oniston o'rtasida kechgan o'yin. Asosiy mustamlaka Hindiston inglizlarniki, bularga boradigan asosiy yo'l Markaziy Osiyo, bu hududga qiziqish bildiradi va Rossiya va oxir-oqibat kelish natijasi bu Rossiyaga nasib qildi va shartnoma bor ikkalasining o'rtasida ichki ishlarga aralashmaslik. Shu jihatdan Amirga yordam bermaydi. Va til jihatdan va din jihatdan yaqin davlat Afg'oniston. Shuning uchun u hududdan yordam olishga, yordam so'rashga majbur bo'ldi. Chunki xalqaro doira yopilgan, boshqa hech qayerga bora olmaydi, so'ra olmaydi, chiqa olmaydi. Natija shundan iborat, Amir aldandida shartnomaga tuzganligidan bexabar holatda Afg'onistonga o'tdi va muddat cho'zilib ketdi, bu aytganimizdek. Hattoki Afg'onistonda qo'nim topgan Amir Olimxonga aynan undan yuqori turuvchi imperiyani buyrug'i tasdiqi bilan Afg'oniston hukumati tomonidan Amir Olimxonga hattoki muvaffaq, ya'ni asosiy pasport shunday berilmagan edi. Berilmagan pasport.
pasport berilmagan, chunki Afg'onistonga dastlab mehmon sifatida o'tgan Amir Olimxon keyin tutqun sifatida qolib ketadi. Ya'ni qaytishga imkoniyat bermaydi. Tashqariga chiqa olmaslik. Tashqariga chiqa olmaydi va Amir Olimxonning qarorgohi sekin-sekinlik bilan Afg'onistonning shimolidan, ya'ni Buxoroga o'tilmaydigan joyda markazga qarab siljitib boriladi. Kobulga yaqinlashtirib boriladi. Sababki Buxorodan biz bilamizki, Afg'oniston bilan hozirgi O'zbekiston chegarasi Amudaryo. Amudaryoni bu hududlarda sportchilar harakat qilyapti. Ularga mablag' yuborish, pul yuborish jihatdan va Amirni o'z boshchilik qildirmaslik jihatdan shunga Rossiya harakat qilgan. Va bundan tashqari Amirda hokimiyatni cheklab qo'yganligining yana bir ma'nosi Kobul o'sha qal'ai Fotuldan 3-4 kilometr nariga ketish mumkin bo'lmagan Amirga. Ketgan taqdirda ham yo afg'on askarlarni qaramog'ida borib kelgan. Ya'ni tutqun sifatida yashagan u hududda. Shunga majbur bo'ldi. Borgan paytda uni askarlarni Omonullohxonning buyrug'i bilan tarqatib yuborildi hududlarga va keyin askarlarning bir qismi istiqbolchilar safiga qo'shildi. Amir katta miqdordagi qo'shindan mahrum bo'ldi shu hududda. Bu adashmasam bu 13 yoshli bola ekan. Ha, Amir Olimxonni Peterburgga borganda tushgan 13 yoshli surati. 13 yoshli bola. Ha, Qishki saroyda, Peterburg Qishki saroyida 1893-yilda olingan surat. Mana shu 13 yoshli bola ekan, demak, bu fransuz tilini biladi, nemis tilini biladi. Va bu Afg'onistonga o'tgandan keyin bevosita 30 ming o'ziga ergashgan mahalliy aholi uchun ingliz tilida maktab ochib, ular farzandlarini o'qitishgan. Shunday, chunki buni esdaliklarda bor, o'g'lining esdaliklarida aytib o'tadiki, menga ishonib o'tgan aholini qarovsiz qoldira olmayman. Ya'ni bularga maktab ochib berishimiz kerak. Bundan tashqari bularda Anjumani Turkiston adashtirgandirman balki nomini Buxoro anjumaniga o'xshagan tashkiloti bo'ladi. Ya'ni ma'naviy ma'rifiy tashkilot. Xuddi hozirgi suhbatga o'xshagan buxoroliklar har oyda yig'iladi. Har oyda 2-3 marta yig'iladi va ta'limdan, tarbiyadan, fandan gaplashiladi va bularga demak dars berish uchun ularning bolalariga inglizlardan olib kelingan bo'ladi. Va undan tashqari Amirning o'zining o'g'illariga ham inglizlardan o'qituvchi olib kelib ingliz tilini o'rgatilayotgan paytda keyinchalik buni o'sha Amirning o'g'li esdaliklarida yozib o'tadiki, josus bo'lib chiqadi ular. Ya'ni bu vaqtda nafaqat Afg'oniston, Sovet Rossiyasi, balki inglizlar ham Amirda xatti-harakatiga, faoliyatiga qiziqqan. Shu yerda ikkita kitobimiz qoldi. Bu kitob bundan boshlab oxirida bunday bo'ladi, shuni istagan bo'ladi. Mani ilmiy rahbarim bor, tarix fanlari doktori professor, Buxoro Qizil armiya bosqini Buxoroga va bizning mamlakatimizda eng birinchi bo'lib turib bosmachi degan nomda, istiqlolchi degan nomga o'zgartirgan inson. Ilmiy rahbarim, men o'sha kishi bilan maslahatlashib shu mavzuni olganman. Aytgandiki, bu qiyinroq mavzu, olib chiqa olmaysiz. Sababiki hali ham taqiq bo'lishi mumkin. Arxivga borsangiz ma'lumotlar kam. Xavfsizlik xizmatiga katta qismi arxiv, avlodlar Turkiyada. Allohga shukr, Turkiyaga ham bordik, avlodlar bilan uchrashdik, katta miqdorda arxivlarni ham hammasini olishga erishdik. Shu kishining kitobi yaqinda chiqdi bu kitob. Men o'zimning qo'limga tekkanligiga hali bir hafta bo'lgani yo'q. Qahramon Rajab tomonidan Qizil qo'shinga qarshi Buxoro. Buni o'qish orqali kitobxonlar Buxoroga Qizil armiya bosqini uyushtirilgan va bizga 91-yilgacha ideal sifatida ko'rsatilgan Sovet Rossiyasi qay holatda Buxoroda hokimiyat o'rnatganligi, aholini qay darajada qonun tutganligi haqida aytib o'tilgan kitob. Bu yerda ham bir qator kitoblarimiz bor. Bularga ham aytib o'tsak bo'ladi. Masalan, Tarixi Salimiy degan kitob turibdi. Bu Mirza Salimbek, Amir Olimxonning tarixchisi. Hozirgi Paxtachi hududlarida tug'ilgan, ma'lum bir muddat Ziyoddin bekligini boshqargan va 1920-yilda Amir ag'darilgandan keyin bu asar undan oldinroq chiqqan lekin. Bu asar chiqqan Tarix Salimiy asari. Ya'ni bu asarda ham Amir Olimxonning faoliyatiga katta miqdorda baho berilgan. Yana bir ustozimizda kitob bor, Qahramon Rajab Buxoro ma'lum ta'mirlari. Bunda Amir Muzaffar, Amir Abdulahad, Amir Olimxon va Amir Nasrulloh haqida to'liq ma'lumot beriladi. Adashmasam do'stim, bizga nisbatan Turkiyada Amir Olimxonni olganda tarix ko'proq o'rganilsa kerak. Chunki shuncha qalinlikdagi va turk tilidagi mana bu kitob to'g'risini birinchi marta ko'rib turishim. Ikki sabab bor bunga Jonibek aka. Bu kitobga bir tushuncha berib ketay. Nuriddin Xatunov tomonidan chiqarilgan Amir Olimxonning bevosita nabirasiga uylangan tarix fanlari doktori professor tomonidan yozilgan asar kitob. Bunda Amir Olimxonning AQShdagi taxt vorisi e'lon qilgan o'g'lining esdaliklari bor, ya'ni Amir haqida va o'sha davrdagi ko'plab arxiv hujjatlar va sizda bizda yo'q bo'lgan, hattoki mana shu kishidan olib turib keyin tarjima qildim, Amir Olimxonning vasiyatnomasi. Bu haqida bizning matbuotimizda 93-94larda bir e'lon qilingandi, u nimalar gazetalardan keyinchalik topolmadim. Bu asarda o'shalar berib o'tilgan. Nega aynan turk tarixchilari bizga nisbatan ko'proq o'rgangan? Birinchidan 1983-yilda Turkiyani prezidenti Kenan Evrim Pokistonga xizmat safari bilan borganda, o'sha paytda Afg'onistonda notinchlik urush ketayotgan payti Amirda avlodlarining bir qismi Pokiston hududiga muhojirlikka qochib o'tgan Afg'oniston hududidan, chunki Afg'onistonda pasport ola olmadi ular.
kimlik berilmadi va muhojir pasporti bilan yashadi ancha muddatgacha. Ya'ni har nechadir yilda borib turib, u yangilab keladi pasporti borib turib. Va natija nimadan iborat bo'ldiki, Kenan Evren Turkiya xalqlari bunaqa ezilayotganligini ko'rib, Turkiyaga taklif qiladi. Ya'ni muhojirlarni, vatani yo'q muhojirlar. Bunda o'zbek, qirg'iz, qozoq, turkman, qoraqalpoq faqat turkiy xalqlardir. Va shularning orasida Amir avlodlari va bu kitob muallifi bo'lgan Nurdin Xatunoğlu'ni o'zi va onasi ham bo'lgan bu paytda. Va Turkiyaga 1983-yil Gaziantep degan hududini Ovakent degan qishlog'iga bu Nurdin akalar joylashadi. Amir davlatlari boshqa hududiga, ya'ni Gaziantepga joylashadi. Va hozirgacha ham Amir davlatlari saqlanib qolgan va o'sha hududga borib yig'iladigan, uchrashadigan joyi Gaziantepda. Bu birinchi ma'lumot, ya'ni nega aynan turk tarixiy. Ikkinchidan, o'sha yosh turklar yetakchisi Anvar Posho Birinchi jahon urushida Turkiya yengilgandan keyin u Amir Olimxonni oldiga kelib turib, Amir Olimxon bilan baravar, Ibrohimbek bilan baravar sovetlarga qarshi kurashadi. Ya'ni qayerda? Afg'oniston hududida, avval Buxoroda, Sharqiy Turkiston, keyin Afg'oniston hududlarida. O'zini vafot etgan joyi ham Anvar Poshoni Turkiya emas, Tojikiston Tavil-darasi. Demak, bu safdosh. Xuddi shunday. Ya'ni ular o'zini Anvar Poshosini o'rganish jarayonida Amir Olimxonga katta o'rin bergan. Bevosita. Endi yana bir narsani shundan farosat jihatdan aniqlasak bo'ladiki, ya'ni Anvar Poshodek katta sarkarda Yevropani ko'rgan, dunyoviy fanlardan xabardor, jang taktikasiga ega bo'lgan. Amir Olimxon bizga o'qitilgan singari xotinboz, bachchavoz, oltinda olib chiqib ketgan, bir tiyinga qimmat hozir aytilmayotgan hukmdor bo'lganda Anvar Posho uni musulmon amiri sifatida sanab oldiga bormasdi. Anvar Posho shundoq Ibrohimbek bilan yoki bu hududlarda jang harakati olib borish mumkindi. Shu ma'lumotlarga jihatdan aytsak ham bo'ladi. Yana bir kitob bor, Jonibek aka, agar nima bo'lmasa shu olib kelsangiz, shunga ham ta'rif berib o'tib ketaylik, chunki bu kitobda ham ana shu sarf kitobdan katta ma'lumot bor. Atayurtdan Anadolu'ya, Buxoroga Milliy Turkiston va Enver Pasha degan asar Najiyingin tomonidan yozilgan. Bu ham Amir Olimxon o'g'li bilan bir necha yillar davomida qilingan suhbat natijasida yoziladi va bu kitobdan bizga bir narsa aniqki, Amir Olimxonga Fayzullo Xo'jayevning maktubi bor. Ya'ni o'sha 3 ta farzandi bo'yi aytib o'tib ketganingiz, asr tushgan paytdagi farzandlarini aytadiki, senga qaytib yuboraman, faqat sen Buxoroga nisbatan istiqlol harakatini to'xtat. Unga nisbatan Amir Olimxonda maktubi bor. Ya'ni mana deydi, Buxoroda bir qator farzandlarim qoldi. Nafaqat 3 ta kamarimdan bo'lgan, balki butun aholim qolib ketdi. Butun aholim ezilayotgan holatda men 3 ta farzandimni qutqarish uchun bu harakatdan voz kechmayman degan narsani mana shu kitobda berib o'tadi Najiyingin. Bunda ham ko'p ma'lumotlar beriladi. Ya'ni Amir Olimxon shaxsiyatini ochishda faqat turkcha o'zbekchaga tarjima qilish harakatidamiz. Bu inson bilan biz bog'langanmiz, tarjima qilsak yaxshi bo'ladi O'zbekistonda degan. Bu turklardan-da ko'ra o'zbeklarga foydaliroq kitob. Amir shaxsiyatini ochib berishda. Shuning ham mana kitobning nomi ham Buxoro amirligi Turkistonda Anvar Posho. Yuziga qarasangiz ham Amir Olimxon va Anvar Poshoni rasmlari bor. Ikkalasi safdosh sifatida Turkiston mustaqilligi uchun harakat qilgan. Va bu kitob Nurdin Xatunoğlu'ni tarjima qilindi kitobi bizda. Mana shu yil chiqdi bu kitob. Bu kitobni faqat bir qismi, ya'ni Afg'onistondagi 23 yili tarjima qilindi. Bu kitobni tarjimoni bilan men shaxsan tanish emasman. Nurdin aka aytgan, tarjima qilgan, bu kitob tarjima qilingan turkchaga. Shunda bir narsaga aytib o'tishimiz kerak. Masalan, tarixda shunday shaxslar borki, ularning hayoti doimiy ravishda odamlarda qiziqish uyg'otgan. Buxoro amirligining so'nggi hukmdori Amir Said Olimxon hayoti, uning siyosiy faoliyati sovet davrida ommaga yetarlicha ochib berilmagan. U haqidagi ma'lumotlar atayin bo'rttirilib, Amir maishatparast, qo'rqoq, xudbin, xalq holiga befarq hukmdor sifatida talqin qilingan. Vaholanki bu borada olib borilgan so'nggi tadqiqotlar voqelikka boshqa tomondan qarashga undamoqda. Bu ma'na 1,5 yillar, 2 yildan oldin chiqqan maqola. Men nimadan xursand bo'ldimki, bu kitobni tarjima qilgan shaxs bilan biz tanishmasmiz va O'zbekistonda Amir Olimxonning faoliyatini o'rganayotgan olimlar sifatida bu asar tarjimasini oxiriga qo'ygan. Bu hozir iqtibos mani maqolam mana shu kitobga kiritilibdi. Bundan men bexabarman. Kitob chiqqandan keyin ko'rdim. Rosti ham shunday. Bundan Nurdin akani o'zi ham bexabar. Amir Olimxon shaxsiyati degan mana maqolamiz bor. Oxirida o'sha Navoiy davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti men turibman. Nimadan dalolat beradiki, bu ya'ni Amir shaxsiga qiziqish hozir ham anchayin yuqori. Nafaqat oltinlariga, balki shaxsiyatiga ham. Shu jihatdan bu kitob ahamiyatga ega. Bu kitob ham sanoqli nusxada chiqqan, adashmasam, va buni o'qigan odam Amirda Buxorodan chiqib ketish sababi Afg'onistondagi faoliyat haqida batafsil ma'lumotga ega bo'ladi. Va bu Nurdin Xatunoğlu'ni O'zbekistonda tarjima qilingan birinchi asari Nurdin akani. Va yaqinda yana uni boshqa o'sha onasiga bag'ishlangan asari ham tarjima bo'lish arafasida. Va bu ham nafaqat onaga, balki o'sha davrdagi Turkistonning muhitini,
Chunki bu Nurdin akani o'zi ham O'zbekiston hududidan davralari qatag'onga uchrab, Stalin qatag'onida ketgan, Afg'onistonda tug'ilgan. Va keyinchalik o'sha yashash davomida Amir Olimxonning nevarasiga uylangan. Va tarixchi bo'lganligi uchun shu borada ilmiy ishni amalga oshirgan. Ko'p ma'lumotlar olganmiz, bu asarlardan biz foydalanganmiz va asosiy qism vasiyatnoma birinchi mana shunda e'lon qilingan. Amirda. Nega vasiyatnoma shu paytgacha e'lon qilinmagan degan savol so'raganimda, AQShdagi o'g'li tor doira vakillari orasida bu ma'lum, farzandlar orasida degan. Ya'ni Nurdin aka bilan gaplashganda shu gapni aytgandi. Men u o'g'li bilan ko'risha olmaganman, chunki vafot etib ketgan. AQShdagi taxt vorisi deb e'lon qilgan. Endi taxtga o'zi yo'q, mabodo qachondir Buxoro mustaqil bo'ladigan bo'lsa, mana avlodlarimdan kimdir taxtga o'tirish kerak bo'lsa, shu o'g'limni ko'rsatasizlar degan ma'noda aytib o'tgan. O'shani qo'lidan olingan vasiyatnomani men o'sha bundan 3 yil muqaddam Turkiyaga borganimda, Amir avlodlar bilan ko'rishgani borganimda Nurdin aka menga sovg'a qilgandi, bergandi shu vasiyatnomani. Men bundan adashmasam nusxa ham olib kelgandim. Menimcha madasyon kalitida turgan bo'lsa kerak. Nusxasi xohlasangiz olib ko'rsataman. Ya'ni Amirni vasiyatnomasini. Bevosita Amirni vasiyatnomasini hozir o'qib berasan shuni. Vasiyatnomani yo'q, bu tarjima qilib turib kiritganmiz. Men hozir ko'p ma'lumotlar ochiqlamayotganligimning sababi ilmiy ishimga kiritib o'tilgan. Chunki bu narsalarni hozir hammasini aytsak, ko'p ham to'g'ri kelmaydi. Ya'ni dissertatsiyamda asosiy mazmun shulardan iborat bo'ladi. Avvalo mana bu hujjatga bir qaraysiz. Bu hujjat Jonibek aka Amir Abdulahad xonning vafoti va Amir Olimxonning hokimiyat tepasiga kelishini Moskvadagi Neva jurnalida e'lon qilingan 1911-yilda. Mana shu hujjat va bu mana bu hozir aytgan hujjatimizning nusxasi, ya'ni Amir Olimxon vasiyatnomasi. Vasiyatnomaning mazmunini aytishim mumkinman sizga. Ya'ni Amir Olimxon boya aytgan sal ochiqroq qolgan mavzumiz chet elgadagi oltinlar taqdiri. Amir Olimxonning chet davlatlardagi oltinlar taqdiri, bu vasiyatnomadan bir narsa aniq bo'ladiki, ya'ni o'sha oltinlar qachondir qaytarilsa, 3dan 1 qismi katta farzanddan hisoblangan taxt vorisiga, 3dan 2 qismi Buxoro ahliga degan jumlalar bor shu vasiyatnomada. Agar Amir maishatparast o'zini o'ylagan boylikni olib chiqib ketgan bo'lgan taqdirda, u oltinlarni to'liqligicha ishlatish mumkin. Lekin ya'ni foizga e'tibor berib, 3dan 1 taxt vorisiga, 2si xalqqa. Taxt vorisini ham shaxsan o'ziga emas, Buxoroni o'sha hokimiyatni qurish, davom ettirish uchun, davlat boshqaruvi uchun. Davlat boshqaruvi uchun deydi. Demak, hammasi farzandiga emas. Xuddi shunday. Eng ko'p xalq uchun. Albatta, xalq. Demak, maishatparast emas. Xuddi shunday. Mana shu vasiyatnoma mana shunga isbot bo'la oladi. Ya'ni Buxoro ahliga. Lekin u oltinlarni ola olmaymiz, chunki Amir o'zini nomidan qo'ymagan. Amirning yonidagi o'sha paytdagi yordamchilar tomonidan qo'yilgan va u yordamchilar o'lgan, hujjatlar yo'qolgan. Albatta, bir narsa odamni sal o'yga toldiradi. O'sha Nurdin aka O'zbekistonga tashrifi davomida aytib o'tgandiki, Amir Olimxon vafot etgan davrda Nurdin akani akalari borda, yosh kattaroq. Shular aytib bergan ekanki, bolalar ta'ziya o'tgandan keyin o'yinchoq sifatida qog'ozlardan uchoq, samolyot yasab o'ynadi. Shu davrda Amir Olimxonning katta miqdordagi arxivi qarovsiz holatda Afg'onistonda yo'qolib ketgan. Ya'ni Buxorodan chiqib ketayotganda davlat boshqaruviga oid hujjatlarni ma'lum qismini Amir o'zi bilan olgan. Chunki Buxoroga qaytib kelmayman degan fikr yo'q. Sharqiy Buxorodan turib boshqaraman, ozod bo'lsa yana bu hududga qaytib kelish niyati bo'lgan. Agar to'liq chiqib ketish niyati bo'lganda, hamma bor budini farzandlariga olib chiqib ketgan bo'lardi. Ya'ni Afg'onistondagi faoliyatini biz chet elda chiqarilgan asarlar avlodlari, farzandlari xotiralari o'rganamiz. Katta miqdorda arxiv yo'qolib ketgan shu hududda. Arxiv bor. Endi do'stim, bevosita endi ya'ni Amir Olimxonni yoshligidan tug'ilishdan boshladik. Uni o'smirlik payti Peterburgdagi o'qishlari va davlat boshqaruviga qarshi bu yo'q Karmana bekligidagi faoliyati. Endi bevosita Amir Olimxonni, demak, biz bilishimiz kerakki, u Afg'onistonga qochmadi. U Afg'onistonga chekinishga majbur bo'ldi. Shunday. Ya'ni chekinishda ham Afg'onistondan kuch olib, yana orqaga qaytib kurashish uchun. Afsuski, qopqonga tushib qoldi, o'zi bilmagan holda qurbon bo'lib qoldi. Ya'ni ikkita imperiya orasida. Chunki inglizlar bu yoqda men Hindiston uchun kurashaman dedi va bu yerda Sovet qo'shini men Markaziy Osiyo uchun kurashaman dedi va bo'lib olishdi masalan. Shunday. Endi bitta narsa, ya'ni o'sha bir shaxsning hayoti oxirlab poyoniga yetib boryapti. Keling endi bevosita Amir Olimxonning so'nggi yillar, ya'ni Afg'onistondagi hayoti, Afg'onistondagi xotimasi haqida bir gaplashsak. Xo'p. Farzandlari aytadiki, Amir Olimxonning esdaliklarida, farzandlarining esdaliklari Amir Olimxon haqida aytadiki, ya'ni tushkun holatda, Buxoroga meni olib boringlar, Buxoroga borishni xohlayman degan ko'p. Qon bosimi kasaliga duchor bo'lgan umrining oxirlarida va adashmasam mana shu suratlar orasida menimcha surati ham bordi menda. Juda cho'kkan holatda bo'lgan umrining oxirlarida va shu darajaga borib yetdiki, biz doim qiziqtirgan savolga javob beraylik deymiz, o'zining shaxsiy to'pponchasini sotishgacha majbur bo'ldi Amir Olimxon. Sabab u bilan kelgan muhojirlar oilasini ta'minlashga katta miqdorda mablag' qolmadi.
va umrining oxirlarida qiynalgan holatda, ya'ni Afg'onistonda boylik holatida emas, ya'ni Buxorodagi singari yoki dastlabki borgandagi singari holatida emas, balki tushkun holatda vafot etadi. 1944-yil vafot etdi Amir Olimxon. Amir Olimxonning vafoti munosabati bilan hattoki Afg'onistondagi Rossiya elchixonalarida ham bayroqlar tushiriladi. Dafn marosimi shunaqa. 44-yilda Afg'onistonda. Ya'ni Amirni yengilgan shaxs sifatida Sovet Rossiyasi ko'rsa ham, Amirdan juda qo'rqar Sovet Rossiyasi. Amir Olimxon umrining oxirlarida Stalinga xat yozadi. Ya'ni Buxoroni bir chetidan joy bersangiz, mana shu hududga borib yashasam, hech qanaqa hokimiyat kerak emas menga, farzandlarim bilan shu yerda vafot etsam degan gapni aytadi. Stalin qat'iyan rad etadi buni. Agar Amir Olimxon bo'shang hukmdor, qo'lidan hech narsa kelmaydigan hukmdor bo'lsa, nega umrining oxirida Stalin buni hattoki joyiga qaytarib olib kelishgacha qo'rqdi? Ya'ni bundan ko'p narsa ma'lum bo'ladiki, Buxoroning katta qism aholisi Amirning vafotiga qadar ham undan keyin Amirga xayrixoh. Ya'ni qo'llab-quvvatlash imkoniyati yoki qo'llab-quvvatlash ehtimoli bor edi Amir kelgan taqdirda. Va 44-yil vafot etadi. Vafot etgan munosabati bilan Kobul yaqinidagi Shuhdayoy Solihin degan qabristonga dafn qilinadi. Hozir internetda biz ko'ryapmiz, o'sha YouTube'larda juda ham xarob ahvolda qabri. Qachondir hukumat ruxsati bilan borilsa, o'sha qabrni obod qilish kerak. Yoki Amir Olimxonning o'zini og'zaki vasiyatnomasi bor. Og'zaki vasiyatnomada aytadiki, meni vafotimdan keyin agar Turkiston mustaqil bo'ladigan bo'lsa, qabrimda ko'chirsinlar Buxoroga degan jumlalari bor. Mana shu qabri xarob holatda saqlanyapti. Endi balki biz ko'p oqlagandirmiz Amir Olimxonni, balki qarshi tomon ko'proq qoralagandir Amir Olimxon. Nima bo'lgan taqdirda ham men bir narsaga hayron qolganman. O'sha Turkiyaga borganimda, Turkiya sultonlari, masalan 1299-1922-yillarda Usmoniylar imperiyasi, eng katta imperiyada o'tgan hukmdorlar har biriga maqbara qurilgan. U xotinboz bo'lsin, u aroqxo'r bo'lsin, u nogiron bo'lsin, u boshqa nuqson bo'lsin, har birini tarix sifatida asrab qo'ygan, ko'rsata bilgan. Endi imkoniyat bo'lsa agar Amir Olimxonning qabrini o'sha Buxoroga masdir, balki Karmanaga otasining qabri yonida joy bor. Ko'chirish ishlarini ko'rish kerak. Sababi nimada? Bizda hukmdorlarimiz, Turkiston sun'iy hukmdori, qanchalik qoralangan bo'lmasin, qanchalik yomonlangan bo'lmasin, asl haqiqat baribir oshkor bo'ladi, bir kun chiqadi. Mana men dastlab ilmiy ish qilyapman. Mendan keyin yana kimdir bu sohani o'rganadi. Amir Olimxonni men siyosiy faoliyat, muhojirlik hayotini o'rgandim, kimdir madaniy faoliyatini, ijtimoiy holatini o'rganadi va sekin-sekin avlodlarga ma'lum bo'ladi. Asosan hozir ham mana shu fikrni, Amirni yomonlash, qoralash kampaniyasi fikrini beradigan shaxslar Sovet davridagi dunyoqarash bilan shakllangan, yashagan odamlar. Yosh avlod bilan tanishsangiz, bu asarlarni o'qigan odamlar bo'ladigan shunaqa fikrda emas. Biz bilmasan to'g'ri tushunib, siz sanab o'tgan hozir 10 dan ziyod bu kitob, ilmiy kitoblar bizning kutubxonamizda yo'q. Shunday. Bizda faqatgina bo'lishi mumkin Buxoro xalqining hasrat tarixi. Buni ham chop etilganiga 35 yil, 30 yil bo'lyapti hozir. 30 yildan oshib qoldi. Ya'ni biz o'sha haligacha har bitta ajdodimiz bu tarix fakt, bu yashagan. U yaxshimi, yomon bizning tariximiz. Misol uchun 100% hech qachon ideal insonimiz yo'q. Lekin yaxshi tomonni olgani aytganingizdek, mana Usmoniylar imperiyasi. Bironta hukmron yomonlanmaydi. Bironta hukmronga nisbatan boshqacha fikr yo'q, chunki u o'sha yerda yashadi zamonda shaxs. Misol uchun jadidchilik harakati bo'yicha faqat bizda qo'llanadi. Lekin boshqa joyda yo'q. O'zi shundoq ham o'zi ularni Sovet propagandasini tegirmonga suv quyib yotibmiz. U bachavoz, xotinboz, boshqavoz. Lekin bitta narsa. Hazrat Navoiyni bu yil Navoiy viloyatida Alisher Navoiy yili. Shaxsan davlat rahbari prezident tomonidan bu prezident qaror chiqdi va tashabbus qo'llab-quvvatlandi. Endi bir zo'r taklif berdi. Ya'ni Navoiy viloyatida, Navoiy viloyati bilan bog'liq hozir bizda avlodlar oldida ikkita qarzimiz bor. Aynan Navoiy viloyati bilan bog'liq. Birinchisi, bu Hazrat Navoiyning qabridan ramziy tuproq olib kelish masalasi. Ikkinchisi bu bevosita Karmanada tug'ilgan va shu yerdan turib Buxoro amirligini boshqargan Amir Olimxonni ramziy tuprog'ini aynan Karmanaga olib kelib, u uchun ramziy qabr qo'yish. Chunki u kishining otasi Amir Abdullahatxonning qabri bevosita Qosimshoyev maqbarasining yonida ro'parada dafn. Shu uchun boya yaxshi taklif berdi. Chunki agar shu ish qilinsa, bevosita Navoiy viloyatida 2015-yil Hazrat Navoiy yili deb e'lon qilinganda tarix nuqtai nazaridan qanaqa bir ish qilindi desa, bir ish qilindi. Ajdodlar oldidagi ma'naviy bitta burch bajarildi. Ruhiy bezovta bo'lgan Amir Olimxonni hokipoyi ona yurti Karmanaga olib kelindi va ruhlar chinqirashdan shunday. Va Turkiyadagi avlodlar uchun ham O'zbekiston aynan Karmana hududi, masalan, kelgan paytda ziyorat qilishga ancha yaxshi bo'lardi.
Bizda aloqalarimiz bor, u kishini nabiralari bilan, kuyovlari bilan aloqalarimiz bor. Sal kamtarlik qildingiz, bitta ma'lumot aytmay ketyapsiz. 3-ish ham qilinyapti hozir Navoiy Karmana shahrimizda, ya'ni Amir Olimxonda Mirzo Chorvoq degan saroyi bo'lgan bizda. Bundan ko'pchilik bexabar. Ko'pchilik buzishga harakat qildi bu joyda, ya'ni fermaga berishga yoki hokazo holatlar bo'lib o'tdi. O'sha 3 yil oldin kelgan paytda Amirda avlodlarini olib borgandim. Navoiyga kelishgan. Navoiyga kelgan paytda olib borgandim, ko'rib turib ancha ko'ngil xira bo'lgan. U xira bo'lishi Amirda avlodiligi, Amirda tarixiy meros bu darajaga tushib qolganligidan emas. Ya'ni O'zbekistonda tarixiy obyektga nisbatan qilinadigan munosabat. Eshik yo'q, tomdan suv o'tgan, bir tomon qo'porib tushib ketgan, o'z qanday holatda ekanligini bilardingiz. Videolarga olishganda, ko'rishganda sal ko'ngil xijil bo'lgan. Ya'ni bu Amir Olimxonning joyi bo'lganligida emas, umuman bizda deydi Turkiyada madaniy merosimiz. Madaniy meros Turkiyada asranadi. Qabristonlar hattoki saqlab qolinadi. Masalan, boshqa millatga bo'lgan taqdirda ham deydi. Kuch g'ayratingiz, shijoatingizga men qoyil qolaman. Ana shu Mirzo Chorvoq qaytib tiklanyapti. Va bu haqida bular kelib ko'rib ketgandan keyin ijtimoiy tarmoq orqali, Facebook sahifasi orqali Amirda avlodlar xabardor bo'lgan. Va menga bir video murojaat yo'llashdi. Men buni sizga aytganim yo'qdim, yuboraman men sizga. Ya'ni Amirda avlodlari bu yerda qilinayotgan ishlar, Mirzo Chorvoqdagi obodonlashtirish ishlari juda xursand. Bu tarixiy obyekt sifatida saqlanib qolsa, bizga meros qolsa, bu ham bir joy. Ya'ni buni ma'nosi men Mirzo Chorvoq sifatida bilardim. Siz menga yana ham tushunarli qilib bir ko'rishganimizda aytganingiz, ya'ni Mirzo Kotib arzdod yozadigan shaxs. Chorvoq. Ya'ni hozirgi viloyat xalq qabulxonasi shu hududda bo'lgan. Nafaqat Amirda yozgi qarorgohi, balki Karmanaga kelgan paytda Karmana aholisidan arzdodlarni eshitadigan joy. Amir Olimxon chunki ko'p Buxoroda ham aldangan, masalan, o'zini yordamchilar orqali arzdodlar yetkazilayotgan paytda yetib kelmagan. Shunday usul qo'llaydi Buxoroda, har juma kunida arkdan chiqib, nimaga Masjidi Kalonga borayotgan paytda va qaytayotgan paytda aravani ikki tomoniga ikkita xaltacha. Odamlar arzini yozib shunga tashlash uchun. Bizning Navoiyimizda Karmanamizda esa o'sha hudud bo'lgan. Juda ham e'zozlagan Karmana, chunki hokimlik faoliyati shu yerda bo'lgan, tug'ilgan joy Olchin saroyi shu yerda bo'lgan, otasi shu yerdan turib boshqargan davlatni Buxoroga nisbatan Karmanani qattiq yaxshi ko'rgan Amir Olimxon. Shu o'rinda men do'stim bir meni maqtanib ketaymi, boshlayapmiz. Kuzatuvchilarimizga qaratib bir aytishim kerakki, bu avvalambor Mirzo Chorvoq xon qarorgohini masalasida ijtimoiy tarmoqda biz ziyoli qatlam ko'pchilik safdamiz. Ko'pchiligimiz, ya'ni uyg'oq bo'lgan xalqimiz, kuzatuvchilar buni xabarini berishdi. Bu vosita Navoiy viloyat hokimligiga rahmat, madaniy merosdan bu uchun moliyaviy mablag' ajratildi. Hozir hisob shukur 120 yillik o'sha naqshlar tomi yopilib, bir o'ralib, atrofiga chiroq holda keltirildi va hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Ya'ni biz xursand bo'lganimizki, Mirzo Chorvoq qarorgohi u qo'pol qilayotganda u haram va tungi barmas. Shunday. U asxona shikoyatxona ekanligi bizni quvontiradi va shu o'rinda aytmoqchi bo'lgan narsamiz, endi hikoyamiz, ya'ni bugungi podkastimiz nihoyasida siz bir yosh olim sifatida va to'g'risi shaxsan men agar Amir Olimxonni buncha doktorlik ishi yo'qlaydi deganda ko'pchilik o'ylashi mumkin, bu yigitga nima g'alva kerak. Mashhurroq shaxslardan va xalq 100% tan olgan shaxslardan doktorlik ish qilsa bo'lmaydimi? Ya'ni munozarali shaxs, muhofazali shaxs, ziddiyatli shaxsda. Shu uchun men aytmoqchi bo'lgan narsa do'stim, bu katta ishga qo'l bog'lagansiz ustozingiz boshligida va buni sog'-salomat doktorlik faoliyatingizni hali siz bilan ko'p ko'rishamiz. So'zimizning oxirida, podkastimizning intihosida sizni bir yosh olim sifatida ziyolilarga, tarixchilarga va yoshlarga qanday murojaat qilgan bo'lardingiz? Jonibek aka, avvalo katta rahmat taklifingiz uchun. Chunki biz tariximizga ochib berilmagan shaxslardan biri, ziddiyatli shaxslardan biri. Ya'ni buni tor doira vakillari bilamiz. Tarixchilar bilishimiz mumkin, adabiyotchilar ozroq va Buxoro amirligida o'sha davrda yashaganlar ozroq tushunishi, bilishi mumkin. Ya'ni kimdir bu mavzuni o'rganish kerak edi. Men bu mavzuni olayotgan paytimda ham ilmiy rahbarim qo'ying, qiyin, o'rganishingiz qiyin, chiqarishingiz qiyin va aholi orasida har xil haligacha mish-mishlar bor. Ya'ni amir bunaqa, amir bunaqa, har xil holatlar. O'sha davr nuqtai nazaridan fikr berilgan, qaralgan holatda amirga ham, Fayzullo Xo'jayevga ham bir xil munosabatda bo'lish kerak. Ikkalasi ham mamlakat tinchligini o'yladi. Qaysi hukmdor xohlaydiki o'zini taxtidan voz kechishini, ya'ni o'sha ruslarning kelishini bilsa yoki mamlakatni bosib olinishini shu holatda davom etishini bilsa, hech kim xohlamaydi. Va tarixiy xatolardan, kamchiliklardan saboq chiqargan holatda tarixni o'rganish kerak. Men
O'zim ham juda yoshim katta emas hali va o'zim qator tengdoshlarimga, tarixga qiziquvchilarga murojaatim shuki, tarixni og'zaki tarix bilan emas yoki kimlardandir aytilgan gaplar bilan emas, asarlar orqali, tarixiy faktlar, arxiv ma'lumotlar orqali o'rgangan ma'qul. Meni o'zimda ham shubha bo'lardi Olimxon haqida o'rgangunimcha. Chunki biz darsliklargacha hattoki qochgan deb berilardi. Bu Rossiya uchun zo'r narsa edi. Qochdi deyish, hamma narsani o'z bo'yniga qo'yish va Buxoroni osonlikcha boshqarish. Va bu asarlarni o'qish, arxiv ma'lumotlarni izlash, avlodlari bilan bo'lgan suhbat, hokazolar orqali men tushunib yetdimki, Amir Olimxon bizga o'qitilgan, sizga o'qitilgani singari xotinboz yoki boya aytganimizdek bachchavoz, shunga o'xshash maishatparast hukmdor emas. Imkoni qadar harakat qildi, tabiiy holatda 3 kunlik jangdan so'ng yengildi, chekindi, jangni davom ettirishga harakat qildi, hattoki unga nima yetmasdi, Buxorodan birdan chiqib Afg'onistonga borib yashasa, olib ketgan ma'lum bir qism bor bilan. Nega Sharqiy Buxoroda janglar yoki nega o'zini bisotini sotib, umrini oxir to'pponchasigacha sotib istiqbolchilarga yordam berdi. Bir kitob aytish yozimizdan ko'tarilibdi, bu ham ustozimizning kitobi. Amir Olimxon shaxsiyatiga nazar tashlanganda yonida yana bir figura bor. Ibrohimbek Laqay. Sharq Napoleoni deyiladi. Amir Olimxonni asosiy qo'mondoni hisoblangan, bu hududiy janglarda olib borgan va mantiqan o'ylansa, armiyada xizmat qiladigan askarga oylik berilmasa 6,5 oy yoki amir chiqib ketgan 1920-35-yilgacha faoliyat davom etdi. Ya'ni istiqlol harakati. Qayerdan oldi Ibrohimbek pulni? Qayerdan ta'minladi? Ya'ni Amir Olimxon to'liq mablag' bilan ta'minlab turdi. Buxorodagi askarlarda Qizil armiyaga qarshi kurashayotgan Mulla Abdulqahhor bor Buxoroda. Shundan ma'lum bo'ladiki, Amir shaxsiyatini o'ylagan taqdirda bu ishni qilmasdi. Afg'onistonga borib yoki boshqa bir mamlakatga chiqib yoki Sovetlar bilan kelishgan holatda xuddi podshoh Rossiyasida kelishga majbur bo'lgan Muzaffar singari faoliyat davom ettirsa bo'lardi. Lekin imkoniyat bo'lmadi, jang orqali yengildi va Buxoroni tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Nuriddin akaning bir qiziq gapi bor, men ham buni ko'p iqtibos keltirib o'taman. Amir Olimxonni qahramon deya olmaymiz. Lekin bu shaxsni biz xoinam yoki xotinboz ham shunga o'xshash maishatparastlar deyishga haqqimiz yo'q. Ya'ni tarixiy nuqtai nazardan neytral baho berishimiz kerak, tarixchilar nuqtai nazardan. Va ko'proq qaysi davrga qiziqsa, aholimiz, yoshlarimiz, yosh kattalarimiz o'qisa, boshqacha tushunchaga keladi. Amir, nafaqat Amir, bunday shaxslar bizda ko'p. Qo'qonning so'nggi hukmdori, Xivaning so'nggi hukmdorlari, hattoki Fayzulla Xo'jayev hali ham bizda ziddiyatli. Ya'ni hozirgi mustaqil O'zbekistonda chegarasini qilib bergan Fayzulla Xo'jayev haqida ham har xil qarashlar hozirgacha mavjud. Shunaqa. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, bir narsani men aytib ketmoqchi edim do'stim. Bu ikkinchi podkastimiz Amir Olimxon haqida, bizning birinchi podkastimiz bu Hazrat Alisher Navoiy haqida edi. Bilmadim, ustozlarni salobati bosdimi, men nima uchun bu podkastimiz nomi Tolmachoy ekanligi haqida ma'lumot bera olmadim. Ya'ni maqsadimiz shu ediki, mana biz hozir bu yerda bir insonni advokatlik qilish emas yoki bir insonni qahramonga tenglash yoki xoin qilish emas. Bu mulohazadan hamma o'zi xulosa chiqaradi. Hamma fikrini aytadi. Bu xolis fikr. Va nima uchun Tolmachoy degan masalada ko'p o'yladi. Shunda do'stim Qurbonov Sanjar jurnalist, hamkasbimiz, qadrdon do'stim, u ham shu ilmni, shunaqangi bir davrlarni yaxshi ma'noda jinnisi. Juda yaxshi ko'radi. Keyin aytdim, shuni nom qo'ymoqchiman deganda, iloji bo'lsa dedi, ko'pam dedi, zerikarli nom qo'ymang, so'z shunda ham yetadi. Shunday nom qo'yingki, bu podkastni nomi ham ilm bersin, nomi ham yangilik bo'lsin deganda, men shunda u do'stimdan bir so'z eshitgandim. Bir kunda o'tirganimizda oromgohga Tolmachoy berar ekan dedi. Oromgohlarda, lager deymiz. Oromgohga Tolmachoy beradi. So'ng Tolmachoy nima deganda? Unda desam agar Tolmachoy deganda bu peshin ovqati bilan kechki ovqatni o'rtasidagi bizlar usulda nima deydi uni? Poldinik deydimi? To'rtda beriladigan Tolmachoy. Uni Tolmachoy derkan. Ya'ni nima uchun Tolmachoy? Bu peshin bilan kechqurungi ovqatga sog' salomat yetib olish, charchab qolmaslik shunchaki bir ko'prik. Tushundim. Na uni kuchi peshingi ovqatda kuchli, na kechqurungi ovqatda. U shunchaki vosita. Ya'ni bizni ko'rsatuvimizning podkastimizdan maqsadimiz nima bo'ldi do'stim? Tolmachoy deb qo'ydik. Ya'ni juda ham ko'p faktlarga asoslanib qabul qilish emas va juda ham bir keraksiz ekan deb tashab qo'yish emas. Hamma inson Tolmachoy degani o'zini qobiliyati, o'zini harakati va shunga yarasha ilmni olsin-da va xulosasini chiqarsin deganda podkastimiz nomini Tolmachoy deb qo'ydik. O'ylaymanki, siz aytgan fikrlar ham xalqimiz bizni ko'rayotgan kuzatuvchilar uchun tolmachoychalik darmon bo'ladi.
va uni qaysi ma'noda haqiqatlarni bilib olishga undaydi. Shunday. Bir jumla aytsam maylimi? Bemalol. Avvalo katta rahmat Jonibek aka sizga, Sanjar aka katta rahmat. Sababi men balki bilmasman, balki xabardor emasman. Navoiy viloyatimizda bunaqa podkast yo'q edi. Ya'ni ilmiy suhbat qilinadigan podkast yo'q edi. Respublikada bor ko'rganmiz, ishtirok etganmiz, qatnashganmiz. Kattakon rahmat. Men xursandman ikkinchi sonda ishtirok etayotganligimdan. Umri uzoq bo'lsin, bardavom bo'lsin va ilm aqllarni olib chiqishdan charchamang. Kattakon rahmat sizga. Salomat bo'ling. Do'stim salomat bo'ling. Siz bilan nasib qilsa agar viloyatimiz Hazrat Navoiy nomi bilan ataladi. Bu yurtda istedodlar ko'p, bu yurtda olimlar ko'p, bu yurtda ibrat ko'p. Va nasib qilsa agar biz imkon qadar qo'limizdan kelguncha xalqimizga shunday istedodlarni, olimlarni va ilmni bahra etishdan Xudo xolasa. xursandmiz. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Charchamang.